Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida sport yangiliklari dasturi va sizlar bilan Bobur G'aybullayev. Superliganing 14-turida Samarqandning Dinamo jamoasi o'z maydonida Qo'qon 1912 ni qabul qilib, muxlislarga gollarga boy va murosasiz bahs taqdim etdi. Ikki jamoa ham hujumkor futbol namoyish etgani bois uchrashuvda 1 daqiqa ham tomoshabinlarni zeriktirmadi. O'yindan avval turnir jadvalining 10-pog'onasidan joy olgan Dinamo jadvalning 15-o'rinda bo'lgan qo'qonliklarning imkoniyatini yaxshi baholay olmagan ko'rinadi. Nazarimda, raqibning imkoniyatlariga yaxshi baho bermaslik o'yinning ilk daqiqasidanoq o'z natijasini ko'rsatdi. Uchrashuv mehmonlar uchun omadli boshlandi. Ikkinchi daqiqada chap qanotdan hujum tashkil etgan Igor Kondratjuk to'pni markazdagi Javohir Husanovga uzatdi va u aniq zarba bilan hisobni ochdi. Biroq bu gol Dinamoni sarosimaga solmadi. Aksincha, mezbonlar tezda tashabbusni o'z qo'lga oldi va ketma-ket hujumlar uyushtira boshladi. 7-daqiqada Oybek O'rmonjonovning jarima maydoni ichidagi ajoyib uzatmasidan so'ng Anvarjon Hojimirzayev hisobni tenglashtirdi. Shundan so'ng o'yin surati to'liq Dinamo tomoniga o'tdi. Mezbonlarning bosimi o'z samarasini berdi. 30-daqiqada Qo'qon 1912 vakili Alisher Salimov jarima maydoni ichida qoida buzdi. Bosh hakam VAR tekshiruvidan so'ng 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. To'p oldiga kelgan Anvarjon Hojimirzayev Harry Maguire uslubida zarba berib, jamoasini 2-1 hisobda oldinga olib chiqdi. Birinchi bo'lim aynan Dinamoning ustunligi ostida yakunlandi. Ikkinchi bo'limda ham mezbonlar hujumkor o'yindan voz kechmadi. 69-daqiqada zaxirada maydonga tushgan Behruz Abloqulovning nozik va aqlli uzatmasidan so'ng Sanjar Qodirqulov darvozani aniq ishg'ol qilib, hisobni 3-1 ko'rinishga olib keldi. Bu gol Dinamoga ancha xotirjamlik bergandek tuyuladi. Ammo oradan 2 daqiqa o'tib, burchak to'pidan keyin zaxiradan maydonga tushgan Nemeli gol urib, hisobni 3-2 ko'rinishga olib keldi. Mehmonlarning goldan so'ng o'yinga intriga qaytdi. So'nggi daqiqalarda Qo'qon 1912 oldinga tashlandi. Biroq Dinamo himoyasi va darvozaboni ishonchli harakat qilib, ustunlikni saqlab qoldi. 90-daqiqada Gergadzening bosh bilan bergan zarbasini Dinamo darvozaboni Edim Neymanov ajoyib seyf bilan qaytarib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Davom etadi bu yuqoridan uzatilgan to'p. Zarba! Voy qanday seyf! Voy! Edim Neymanov gol urdim deb o'yladi shekilli o'zi ham. Hozir qarab turgan Gergadze Dinamoni muqarrar goldan qutqargan ushbu seyf 15-turning eng yaxshi seyfi deya e'tirof etildi. Bu uchrashuv Dinamoning nafaqat hujumdagi salohiyati, balki xarakterini ham namoyon etdi. Erta o'tkazib yuborilgan golga qaramay, jamoa o'zini yo'qotmadi. Aksincha, o'yin nazoratini qo'lga olib, vaziyatni o'z foydasiga o'zgartira oldi. Ayniqsa qanotlardagi tezkor hujumlar, qisqa paslar va standart vaziyatlardan unumli foydalanish mezbonlarning asosiy ustunliklaridan biri bo'ldi. Bahsning eng yaxshi futbolchisi shubhasiz Anvarjon Hojimirzayev bo'ldi. U dubl muallifiga aylanib, mavsumdagi gollar sonini 9 taga yetkazdi. Anvarning barqaror o'yini va yuqori sport formasi Dinamoning eng muhim qurollaridan biriga aylanib bormoqda. Shu bilan birga himoyada hali e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar ham ko'zga tashlandi. O'tkazib yuborilgan 2 gol murabbiylar shtabi uchun himoya chizig'idagi muammolar bo'yicha xulosa chiqarish uchun muhim signal bo'ldi. Ushbu uchrashuv hujum chizig'idagi samaradorlik va jamoaviy harakatlar bu kamchiliklarni qoplashga xizmat qildi. Yakuniy hisob 3-2. Dinamo Samarqandda navbatdagi eng muhim ochkosini qo'lga kiritdi. Ushbu g'alaba Dinamoning turnir jadvalidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Agar jamoa shu uslubni saqlab qolsa va himoyadagi kamchiliklarni bartaraf etsa, yakunda yuqori o'rinlar uchun jiddiy da'vogarlardan biri bo'lib qolishi mumkin. Eng so'nggi sport yangiliklarini faqat Samarqand Live'da kuzating.
Sport office.